Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Sizlar uchun ajoyib xushxabar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida davlatimiz rahbari Navbahor futbol klubi haqida ham to'xtalib o'tdi. Namanganga kelib futbol haqida gapirmasak bo'lmaydi. Namanganlik yoshlar uchun futbol shunchaki o'yin emas, bu hayot tarzi. Har bir bola mahallada to'p tepib katta bo'ladi. Navbahorning har bir o'yini shahar uchun katta bayram, dedi davlatimiz rahbari. Yaqinda Navbahor futbol maktabini 3 yil muddatga Niderlandiyaning mashhur Ajax futbol akademiyasi boshqaruviga berish bo'yicha kelishuvga erishildi. Ushbu akademiyaning 11 nafar murabbiyi, skaut va metodistlari Namanganga olib kelinadi. Prezidentimiz kelajakda bu akademiyada dunyoning top klublarida o'ynaydigan, jahon chempionatlarida o'z mahoratini namoyon qiladigan ko'plab futbolchilar yetishib chiqishiga ishonch bildirdi.